Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Haftalik Istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Ma'rif jamiyatida oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati har oyning 5-ida o'tkazib kelayotgan bu oylik suhbat yig'ini 10 may juma kuni kech soat 7:30 da jamiyatning Zaytunburnu sho'basidagi yig'in zalida o'tkazildi. Suhbatga Istanbulda yashayotgan ko'p sonli qarindoshlar va jamiyatning mas'ullari qatnashdi. Yig'inga jamiyatning muavin raisi Musajon Ar riyosatchilik qildi. Yig'in Qur'oni Karim tilovat qilish bilan boshlandi. Tilovatni jamiyatning Safakoy tarmoqining bosh mas'uli Anvar Qarim qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilovatdan keyin jamiyatning bosh noziri ustoz Abdul Hakimxon Maqsumajim yig'inga hozir bo'lgan qarindoshlarga so'z qilib, ko'pincha qarindoshlarning Qur'oni Karim ruhidan yiroqlashib ketayotganligini, susluq va bexudlikda g'aflatga cho'kib ketayotganligini, Qur'oni Karim va hadisi Rasulullohning ruhiga qaytish orqali haqiqiy ilojni tepishning zarurligini ta'kidladi. Hamda qarindoshlarni har kunining ma'lum bir qismida Qur'oni Karimni mulohiza bilan o'qishni, ma'lum bir qismida islomiy asarlarni o'qishni, yana ma'lum bir qismida Allohga zikr tasbih aytishni, shu orqali ma'naviyatini kuchlantirishni tavsiya qildi. U mundaq dedi: Islom ummatining avvali nima bilan nijot topgan bo'lsa, oxirimi shu narsa bilan nijot topadi. Islom ummatining avvali Qur'on va hadis ruhi bilan nijot topgan. Bizmo nijotlikka erishimiz deydi ekanmiz, Qur'on hadis ruhiga qat'iy qaytishimiz kerak. Ustoz Abdul Hakimxon Maqsumajim oxirida qarindoshlarga: "Ey mu'minlar, sizlar Allohdan haqiqiy ravishda qo'rqinglar. Dunyodan musulmon holatinglar bilan vafot bo'linglar" degan Sura Ali İmran'ның 102-oyatining mazmunini tafsir qilib berdi. İnsanның vücudunu davalash uchun eng munosib daram ilahi darun Kitabullah sünneti Resulullah. Bunu insanı yaratkan zat insanın nimenin münasip ekanligini, nimenin münasip emasligini yaxshi biliglik. Şunun asasen en muhim bo'lgan ishlarga tashabbus qilishlik, buyruqlik, ta'lim berdik. Münasip olmagan işlerden çekillik, egalandırıqlık. Keyin jamoat peshvosi Abdulqodir Yapchan so'z qildi. U so'zda 23 aprel yuz bergan Qashqar Maralbeshi Seriqbo'y voqeasi haqida to'xtaldi. U mundaq dedi: "Mazkur voqeada shahid qilingan Musa Hasan, Qosim Mehmet, Anvar Abdurahim, Mehmet Imin Barat, Habibullah Barat va Mehmet Imin Mahmud qatorli qarindoshlarimiz tajovuzchi Xitoy ishg'olchilarining Sharq Turkiston xalqi ustida ijro qilayotgan ashaddiy zulmiga va yo'lsizligiga qarshi o'zining aziz jinini, issiq qinini pido qilib, Xitoy tajovuziga qarshi siyosiy kurash ruhi namoyon qildi. Mushu qarindoshlarimizga o'xshash qat'iy iroda, kaskin va fidokorlik ruhiga ega bo'la olgan bo'lsak, Xitoy ishg'olida qolmaydiq, hali ham kechikmaymiz." Mazkur to'qinishda hayotidan ayrilgan 21 kishi haqida to'xtalgan Abdulqodir Yapchan mundaq dedi: Xitoy ishg'olchilari axborot e'lon qilib, bu qatimqi qonliq to'qinishda 21 kishining o'lganligini, 15 nafarining atalmish amonlik saqlash xodimlari, 6 nafarining terrorchi ekanligini xabar qildi. Ikki bayroq ostida o'lganlarning intayin cho'ng farqi bor. 15 nafari insoniyatning, xususan Sharq Turkiston va Sharq Turkiston xalqining ashaddiy dushmani bo'lgan, butun dunyoni maynatchiligi bilan bulg'ayotgan kommunist qotil istibdodning botil bayrog'i ostida o'ldi. 6 nafari ishg'olga, zulmga, nohaqchilikka qarshi vijdon va iymon bayrog'i ostida shahid bo'ldi. Natijada har ikki taraf hayotidan ayrildi. Lekin bu ikki o'limning oraliqida nihoyatda cho'ng farq bor. Birisi har ikki olamda shahidlik martabasiga erishdi. Ular Allohning Jannatul Firdavs va Jannatul A'lo bilan mukofotlanadi. Yana birisi bu dunyoda milliy munofiq, milliy xoin, tajovuzchilarning cho'moqchisi degan nom bilan ketdi. U dunyoda jahannam o'ti bilan qattiq azobga duchor bo'ladi. Agar bu uyg'unish bugungi tushuncha, bugungi Sharqiy Turkiston xalqi tushungan ruh, shakllantirgan iroda, o'zi to'nib yetgan düşman, dost ve düşman karşı
30 yıllarda, 40 yıllarda şekillengen bolsa, bugün çok kanda olup Şarkı Türkistan halkı müstakil bir devlet sahibi buldu. Hele hem bozumu bugün çoğu, yani küçükken bulmayımız, yani düşmanla tanışımız, özümüzün kimlikini çoğu, bikişimiz, dost ve düşman karşını çoğu, şekillendiriş için çoğu, yani hazır mı çok küçükken bulmayımız. Aç karındaşlar, küçükmeyen karındaşlar. Xitay tecavüzçileri 21 kişinin ölgenlikini ilan kıldı. Bunun işi de Müslümanların şehadeti bilen dünyadan ketken 6 kişi ve Xitay tarafı tutup, kafir tarafı tutup, düşman tarafı tutup, Allah'ın düşman tarafındaki, Allah'ın düşmanları tarafından urunu elip turup, şu yolda şu hata, batıl akide yolunda, batıl fikir iddia yoluda ölgen 15 Xitay'ın galçılarını ilan kıldı. İkilisi öldü. Bu ikilisi candan ibaret Allah Teala verilgen bu nimetten ayrıldı. Ama biz kaysi yolda ayrıldı, biz kaysi yolda ayrıldı. Birisi Allah Teala'nın düşmanları tarafı tutuldu. Yani Xitay'dan ibaret Allah'ın en eşeddi düşmanı kafir boğan bu tecavüz işgalci karniyet rezil işplaz düşman tarafı tutup öldü. Yani birisi şu Allah ve Allah'ın peygamberi hakik müminler tarafı tutup ve İslam ve şehadetli asası nişan kılıp şehadet şerbetini içti onu. Şehadetin ibaret bu ulug' şerefke erişti. U yana mundaq dedi. Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan buyon bizni o'ltirman, turmaga qamayman deb qo'rqitib keldi. Lekin Xitoy ishg'oliga qarshi kurash faqat to'xtab qolmadi, ham qat'iy to'xtab qolmaydi. Chunki Xitoy turmaga qamasa, jismimizni qamaya oladi. Etib o'ltirsa faqat jismimizni o'ltira oladi. Ammo qalbimizni, iymonimizni, vijdonimizni ishg'olga va zulmga qarshi siyosiy irodamizni, g'ururimizni hargiz qamayolmaydi va o'ltirolmaydi. Xitoy bugun Sharqiy Turkiston xalqini har davomli o'lim bilan qo'rqityotadi. Ammo o'lim bilan yashaymiz va o'lim bilan gullanamiz. Biz Xitoy bilan kurash qilishda o'limdan boshqa narsa kutmaydiganligini bilib turib, Xitoy bilan jihad qilyapmiz. Xitoy davomli biz bilan o'ynashqanlar, ot bilan o'ynashqanlar. Biz bilan o'ynashqanning oqibati o'lim deb bisharat verib keldi, davron selib keldi va shunda jakalab keldi va amaliyat shunda qilib keldi. Ammo bu o'lim Xitoy bilan bizning oraliqimizdagi ko'rishni to'xtatdimi, to'xtatmadimi? Xitoydan so'rab boqamiz bu savolni. Xitoy tajovuzchilari, Xitoy doirlari. Sen bizni o'ltirishkini başlagan qanchalik vaqt bo'ldi? Qaysi shaklda o'ltiravdisa, qanday o'ltirding? Ammo bu o'ltirishing nima maqsad bilan, nima maqsad maydonga keldi, nima ish, qanday natijalandi? Buni sen xulosa verishing lozim. Bugun sen bizning fikrimizni, iddiamizni, bizdagi siyosiy ruh va siyosiy irodani sen ölüm bilen yo'qtanmaysan. Biz bu siyosiyni faqat ölüm bilan tikladik va ölüm bilan dunyoga qolaymiz o'zimizning siyosiy irodasini. Shuning uchun Sharq Turkiston xalqi Qur'on va hadisi Rasulullohning ruhi bo'yicha haqiqiy iymon va qat'iy iroda ong bilan siyosiy yo'lini tanlab chiqib, Xitoy tajovuzchilariga qat'iy qarshi turishi kerak. Xitoy tajovuzchilari atom, ximiya va yadroliq bombalarni ishqa selibmi, Sharq Turkiston xalqini mangu mag'lub qila olmaydi. Buni Seriqbo'yi to'qinishidagi va Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi Xitoy ishg'oliga qarshi ko'krak kirib maydonga chiqayotgan qarindoshlarimiz aniq ifodalab bergan bir haqiqatdir. Seriqbo'yi to'qinishida shahid qilingan 6 nafar azimat o'g'lonning oila tabobiatlari haqida to'xtalgan Abduqodir Yapchan, biz bu azimat qarindoshlarimizning oila tabobiatlariga moddiy bir narsa berolmasakmi, shahidlarni Jannatul Firdavs bilan mukofotlashdan iborat Allah bergan bishorat bilan sizlarga tasalli bera olamiz dedi. Jamoat peshvosi Abduqodir Yapchan Xitoyga qarshi kurashning mohiyati haqida to'xtalib mundaq dedi.
Sharqi Turkistonda Xitoyga qarshi yuz berayotgan kurash haq bilan botil o'ttirsidagi kurashdir. Xitoyning Sharqi Turkistonda yashash haqqi yo'q. Xitoy tajovuzchilarining Sharqi Turkistonda yashashiga Sharqi Turkiston xalqining yo'l qo'yishining o'zi botildir. Keyin yig'in riyosatchisi Musajan Ar xotimi so'z qilgandan keyin ustoz Abdulkarim Kucharning duosi bilan suhbat oxirlashdi. Yig'inning tafsilotini to'rimizning munosabatlik bo'limidan ko'rib olasizlar. O'zbeklar uyushmasi Istanbulda Andijon qatliamining 8-yilini xotirladi. O'zbekiston davlat raisi Islom Karimovning Andijon rayonida elib borgan qatliamini xalqaro kun tartibga keltirish uchun o'rinlashtirilgan 2-xalqaro yig'inga O'zbekiston Xalq harakati raisining vakili Namaz Nur Mo'min, Turkiya O'zbekiston Xalq harakati raisi Alibay Yo'lyaxshi, Angliya O'zbekiston sobiq buyuk elchisi va Samarqandda o'lim romanining yozuvchisi Jirak Murray, Farg'ona xabar yozuvchisi Daniel Kislov, O'zbeklar uyushmasi raisi Adam Chavik va turk yozuvchi Abdurahmon Dilipak, Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyatining bosh naziri Abdulhakimxon Taklimakan va jamiyatning bosh kotibi Abdul Ahad Abdurahmon qatnashdi. Yig'inda O'zbekiston Xalq harakati raisining vakili Namaz Nurmo'min, turk yozuvchi Abdurahmon Dilipak, Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdul Ahad Abdurahmon qatorliqlar ayrim holda so'z qildi. O'zbekiston Xalq harakati raisining vakili Namaz Nurmo'min, Andijon voqeasida qatl qilinganlar bizning xalqimizning vakillari bo'lgan insonlar edi. Ular faqat inson haqlarini talab qilib o'ttirga chiqqan edi. Bu voqeami xuddi 2005-yilda yuz bergan Gurjiston, Ukraina va Qirg'izistonda har xil rangda, hozir bo'lsa Arab bahorida bo'lganidek bir bahor vaziyati edi. Bu voqea diktator Karimov tarafidan O'zbekiston xalqining O'zbekistonda mushundoq bir inqilob qilmasin degan andishi bilan o'z xalqiga qarshi elib berilgan suiqasd qatliamidir. Bu qatliamdan keyin u yerga axborotchilar kirgizilmadi. Bu voqeaning hech kimga bilinmasligi uchun shunday qilindi. Bu diktator Karimovning jinoyat sodir qilganligining yana bir dalilidir dedi. Mazkur Andijon voqeasida o'ldirilganlar sonining 3000 atrofida ekanligini ilgari surgan Nurmo'min, diktator Karimovning o'ldirilganlar sonini dastlabda 30-40, keyincha xalqaro besim natijasida 700 ga yaqin deb e'lon qilganligini uqtirdi. Yig'inda Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati tarafidan so'zga chiqqan jamiyatning bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon, Andijon voqeasida yuz bergan qatliamning Sharq Turkistonda yuz berayotganligini, O'zbek Uyg'ur xalqining farqlanmaydiganligini, shundaqla O'zbek Uyg'urlarning o'zaro yordamlashishi kerakligini, Andijon voqeasi zikr qilingan hamon 2009-yildagi Urumchi qatliamining ko'z oldimizga kelganligini ilgari surib, Uyg'ur va O'zbek xalqining beshiga kelgan baloyi ofat o'xshashdir. Xitoy va Karimov hokimiyati o'xshashli xalqni ezadigan, shaxsiy manfaat uchun xohlagancha xalqni qatl qiladigan insonparvarlik va islomiyatning dushmani kommunist tuzumidir. Bunda qatliamlarga, zulm va haqsizliklarga qarshi turish uchun islomning ko'rsatmasi ostida birlashishimiz kerak. Unda qilmaganda musulmonlar har zaman qatl qilinaveradi. Biz Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bo'lib suhbatimiz bilan Sharq Turkiston masalasini hal qilishda islomiyatni birinchi o'rinda qo'yamiz. Bütün musulmonlar duch kelayotgan haqsizliklarga qarshi islom bayrog'i ostida birlashishi kerak dedi. Sharq Turkistondagi zulmga qarshi qiyom kechasi nomi ostida yig'in o'tkazildi. 11 may shanba kuni kechdan Turkiya Istanbulda faoliyat olib berayotgan Ahdi Vafo jamiyatining uyushtirishi bilan Üsküdar yig'in zalida Sharq Turkistondagi zulmga qarshi qiyom kechasi nomi ostida yig'in o'tkazildi. Yig'inga Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon bilan jamiyatning muavin raisi Musajan Ar qatnashdi. Yig'in zalida Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan zulmlar aks ettirilgan suratlar ko'rgazmaga qo'yildi. Ahdi Vafo jamiyatining raisi Tayyorbay ichilish nutqi so'zlab mundaq dedi: "Nada bo'lsa, kim tarafidan bo'lsa, qarindoshlarimizning dardi bizning dardimiz va ularga zulm qilganlar bizning dushmanimizdir. Sharq Turkiston da'vosi bizning da'voyimizdir. Sharq Turkiston bir davlat nufusidan ko'p nufusga, cho'ng yer ko'lamiga, nurg'un tabiiy boylik manbalariga ega musulmon turklarining yurtidir. Bizning ota yurtimizdir. Sharq Turkistondagi musulmonlar zolim Xitoy doiralarining shafqatsiz iskanjalariga, ijro qilayotgan assimilyatsiya siyosatlariga va har xil bahona sabablar bilan qasddan elib borgan qatliamlarga qaramay, e'tiqodiy irodasini qo'g'dash uchun kurash qilyotdi.
yetishtirgan olimlari bilan zolim siyosatlarga qarshi o'zlarini saqlab qolishga tirishyotidi. Sharq Turkiston tuproqlarining egasi musulmon Uyg'ur turklaridir. Qarindoshlarimizning ovozini anglatish maqsadida bu yig'inni o'rinlashtiryapmiz. Qarindoshlik majburiyatimizning taqozosi bo'yicha Uyg'ur musulmonlarining yenida bo'lish va zolim Xitoy doiralariga qarshiligimizni har xil shaklda ko'rsatishimiz kerakdir. Xususan bugungi kunda avom xalqni harakatlantirishning va oldiga qadam bosishning birdan-bir yo'li yuz bergan voqealarni ommaga uqtirish va diqqat e'tiborini qo'zg'ash orqali bo'ladi. Bizning bu o'rinlashtirgan faoliyatimizning maqsadi buni amalga oshirishdir. G'ulji qatliamini, Urumchi voqeasini, shahid Osmon Boturning ko'rishini, och sing'illarimizga uzartilgan qo'llarni, jang qo'rg'onlarini unutib qolmadik hamda hargizmi unutib qolmaymiz. Sharq Turkiston bir islom tuprog'idir. Xitoy ishg'olchilariga tashlab bermaymiz. Ahdi vafo munbiri bo'lish sifatimiz bilan qo'limizdan kelishicha qarindoshlarimizning dardiga dardman bo'lishga harakat qilyapmiz. Ahdi vafo bilan yasha, ahdi vafo bilan yashat degan dastur irodamizning, insonparvarligimizning, vijdonimizning asosiy prinsip holiga kelishini tilaymiz. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon yig'inda so'z qilib, yig'in ahliga Sharq Turkistonda yuz berayotgan zulmlarni va Sharq Turkiston xalqining navbatdagi ahvolini tunishtirdi. Yaponiya bilan Rossiyaning talashda qolgan zaminni tang bo'lishmoqchi bo'lganligi oshkorlandi. Yaponiya axborot o'rnining yaqinda xabar qilishicha, Rossiya raisi Putin o'tgan hafta Yaponiya bosh ministri Shinzo Abe bilan suhbatlashganda shimoldagi 4 orolni bartaraf qilish loyihasini maslahatlashgan. Garchi ikki davlat bu uchurni oshkorlamagan bo'lsa-mu, ammo Yaponiyaning sobiq bosh vaziri Yoshiro Mori televiziya stansiyasining ziyoratini qabul qilganda bu uchurni oshkorlab, Rossiya raisi Putin Yaponiya bosh ministri Shinzo Abe bilan suhbatlashganda shimoldagi 4 orolni o'zaro tang bo'lishish loyihasini o'ttirg'a qo'ydi degan. Rossiya bu qatim o'ttirg'a qo'ygan tang bo'lishish loyihasi 2001-yildagi oldi bilan 2 orolni qaytarib berish loyihasiga solishtirganda zo'r ilgirlash hisoblansa-mu, ammo Shinzo Abe shimoldagi 4 orolning yerimini Rossiyaga berishga oldirab qo'shilmaydi. Putin bu loyiha orqali Yaponiyaning iqtisodiy yordamiga erishish, shundaqla Rossiyaning Sibiriya rayonidagi neft tabiiy gazlarini Yaponiyaga yuqori bahoda sota olsa, Rossiya Yaponiya bilan zamin mojarosini hal qilib, ochiq oshkora holda do'stlik kelishimi imzolab, turli munosabatlarni taraqqiy qildirdi. Rossiya bundan boshqa yana Yaponiyaning qo'li orqali Xitoyning Rossiyaga bo'lgan cho'nqur ta'sirini cheklashi mumkin. Lekin Shinzo Abe Yaponiya xalqini Rossiya o'ttirg'a qo'ygan shimoldagi 4 orolni tang bo'lishish loyihasini qabul qilishga unutish uchun zo'r tirishchilik ko'rsatishga to'g'ri kelib qolmay, yana Yaponiya xalqini qoyil qilolmasligi mumkin. Xitoylar islomga qarshi haqoratini davomlashtirmoqda. Bu yil aprel oylarining boshlarida Aljeriya yerlik tarmoqlari Xitoyda ishlangan Allohning ismi uyulgan erlar oyg'ini musodara qilgan. Aljeriya vaqt gazetimi ayni chog'da bu voqeani xabar qilgan edi. Aljeriya vaqt gazetining muxbiri Radvan Osmonining xabar qilishicha, yaqinda Aljeriyaning Alashir shahrida yerlik setib olg'uvchilar Xitoy yozgan bovoqlar oyiqining topinida aniq qilib Muhammad alayhissalomning ismi yozilganligini bayqagan. Bu tovarlarning bahosi tuvan bo'lganlikdan nurg'un shahar aholisini jalb qilgan. Mazkur ahvolni bir shahar ommasi gazetga inkos qilgan bo'lib, u kichik o'g'liga tanarkat oyiqi elib berganda bu ahvolni bayqagan. Bu xildagi tovarlar alla-burulla Alashir shahrining har qaysi ko'chalariga to'lib bo'lgan bo'lib, bu ishni bayqagan kishi Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomning ismi oyog'ining topiniga aniq qilib yozilganligidan haqiqatan cho'chiganligini bildirib, bu tovarlar chet eldan kirgizilgan. Nima uchun nazorat qilinmaydi dedi. Bu ballar oyoqlari Xitoydan kirgizilgan bo'lib, bahosi aron 250 Aljeriya dinari, taxminan 3 Amerika dollari ekan. Kishini afsuslantirdigani bu xildagi oyoq allaqachon nurg'un setilib bo'lgan. Bu xildagi voqea ilgarimi ko'p qitim yuz bergan bo'lib, necha hafta ilgari bir savdogar oyoqqa Allohning ismi yozilganligini bayqagan. Baxtga yarasha bu savdogar ombordagi oyoqlarning hammasini pak-pakiz ko'ydirib o'tgan. 4-oyning 5-ida yerlik tarmoqlar Xitoyda ishlangan Allohning ismi uyulgan erlar oyig'ini musodara qilgan edi. Asad Turkiyani qonga bo'yanglar deb buyruq tushirdi.
11 may Türkiye'nin Hatay vilayetideki Reyhalli rayonida 10 minut aralıq bilen arka-arkadan partılgan 2 tane bomba yüklengen maşina 51 kişinin ölümüge 100'den artıq kişinin yaralınışıga sebep oldu. Türkiye dairleri inçkilik bilen elip bargan tekşürüşlerden bu hücum ve bombardımanga çetişlik bolgan 9 kişini eniqlap çıkan bulup, bularning hammasi Türkiye puhrasi bolishiga qaramay, Suriyadagi Asad kuchlariga bog'liq bo'lgan bir guruhning odamlari ekanligi oshkorlandi. Suriyadan bu harakatga qatnashgan jinoyatchilar bo'lsa, Suriya chegarasi ichiga qochib ketgan. Qo'lga kelgan ma'lumotlardan aniq bo'lishicha, buyruqni berguvchi Asad bo'lib, u Turkiyani qonga bo'yanglar buyruqini bergan. Uni ijro qiluvchi bo'lsa, Suriyadagi Banyas qatliamida ismi tilga ilingan Mihraj Ural bu hujumni amaliyleştirishni ustiga olgan. Mihraj Uraldan ta'limot olgan guruh qatnash transporti ishlatadigan 2 mashinani kiralagandan keyin dengiz yo'li orqali Turkiyaga kirgizilgan 200 kiloluk plastik portlash bombani bir ambardan mashinaga yuklagan. 10 may kuni Rayhanli rayoni osmonga uchirildi degan bir xabar bilan bir qancha ism haqida ma'lumot olgan Turkiya amonlik saqlash bo'limi darhol harakatga kelib, ismi zikr qilinganlar ichida bo'lgan bir qancha kishini qo'lga olgan. Biroq ularda shubhilik bir ahvol ko'rilmagachga qo'yib o'tgan. Biroq portlash yuz bergandan keyin xabarda berilgan ba'zi shaxslar bu portlashga bog'lanishlik bo'lgan ismlar ichidan chiqqan. Turkiya bosh ministri yordamchisi Bashir Atalay, ichki ishlar ministri Muammar Gular, adolat ministri Saudulla Ergun va Sahiya ministri Muazzin o'g'li Hatayda naq maydonni ko'zdan kechirdi va axborot yig'ini ochdi. Shundaqla bu razil o'yinga yetakchilik qilayotgan ba'zi guruh odamlarining qo'lga ilinganligini, ba'zilarining tutilishi uchun tor yeyilganligini bildirdi. 12 may kuni Adolat va Taraqqiyot partiyasi ayollar bo'limidagi onalarni tabriklash marosimida nutq so'zlagan bosh ministr Rajab Tayyip Erdo'g'an Rayhanlidagi qonliq voqelik haqida so'z qilib, Turkiya intayin razil bo'lgan o'yinga so'rab kirilish uchun har xil o'yinlar o'ynalmoqda. Ba'zilar bizni Suriyadagi urush patqiga so'rab kirish uchun qo'lidan kelganini qilishmoqda. Biroq biz boshdan oxir bundoq bir ehtimollik uchun intayin sezgur holda turmoqdamiz, ham sezgurligimiz va tadbirimizni davom qilamiz. Turkiya dushmanlarining bizning ustimizdan o'ynamoqchi bo'lgan o'yinlarining vujudga chiqishiga hargizmi yo'l qo'ymaymiz dedi. Erdo'g'an yana bu jinoyatni sodir qilguvchilarni mayli hozir, mayli keyin cho'qim hassilab jazolaydiganligini ta'kidladi. Saldırı arkasındaki güçler ve kullanılan taşeronlar itibariyle şu anda çok büyük oranda aydınlatılmış durumda. Bu menfur hadiseyi gerçekleştirenlerin Suriye rejimi ile irtibatlı Türkiye içinde bir örgüt olduğu, saldırıda yer alanların da Türkiye vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda şu an itibariyle 13 kişi gözaltına alındı ve sorgulamalar devam ediyor. Biz bu saldırının altında kalmayız. Er ya da geç bu alçakça saldırının faillerine bedelini misliyle ödetiriz. Allah'a hamdolsun bunu yapacak gücümüz de var, irademiz de var, tecrübemiz de var. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, bu voqea sababli Hatay shaharlik JX idorasi boshlig'i Murat Bariq vazifasidan elandi. Turkiyaning xalqaro pul fondi tashkilotiga to'laydigan qarzi butunlay tugadi. Turkiya Moliya ministri Mehmet Şimşek Ankara yosh savdo sanoatchilar jamiyatining 6 kun tartibi nomli yig'inida Turkiyaning xalqaro pul fondi tashkilotiga to'laydigan qarzining butunlay to'lindiganligi haqida to'xtalib, bu Turkiya uchun yangi bir davr deganlik bo'ladi dedi. 2002 yili Turkiyaning xalqaro pul fondi tashkilotiga 22 milliard Amerika dollaridan ortiq qarzlar ekanligini, 2003 yili yangidan elingan qarzlar bilan qo'shilib 24 milliard dollarga yetganligini eslatib o'tgan Mehmet Şimşek, bugun Turkiya qarzining butunlay to'linib, yangi sahifa ochilganligini jakarladi. Bu masala bosh ministr Rajab Tayyip Erdo'g'anning kun tartibida bo'lib, haftalik guruhi majlisida so'z qilgan Erdo'g'an Turkiyaning tarixiy bosqichlardan birini besib o'tganligini bildirib, ilgirki hukumatlarning Turkiyani bo'g'ib o'tgan qarzdan pok-pokiza qutulganligini jakarladi. Va Rabbim inshaalloh u kunlarga bizni qaytarmasin dedi. Erdo'g'an yana buningdan keyin Turkiyaning har qanday bir yerga qarz bo'lib qolishiga asla ruxsat qilmaymiz dedi. Böylece Türkiye
uzun bir aranın ardından uluslararası para fonuna olan borcunu ödedi, sıfırladı ve bu borcu kapattı. Bu güzel gelişmenin, bu sevindirici haberin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim inşallah bizlere o günleri tekrar yaşatmasın. Bizleri IMF önünde borç beklentisi içinde bir ülke konumuna düşürmesin. İhtiyacımız olan borcu Türkiye ve dünya piyasalarından tarihi seviyede düşük faiz oranlarıyla almak suretiyle mali disiplini ve para politikalarını muhafaza etmek suretiyle Türkiye'nin o günlere geri dönmesine asla mahal vermeyeceğiz. Erkin Suriye armiyasi Halep'teki merkezi türmege hücum qildi. To'qinish davomlashyapti. Naq maydon axborot vositalarining e'lon qilishicha, Erkin Suriye armiyasi jangchilari 15 may Halep'teki merkezi türmege hücum qilgan. Mazkur axborot manbalarining zikr qilishicha, hozir turma ichida Erkin Suriye armiyasi bilan zolim Bashar qo'shinlari o'rtasida qattiq to'qinish davomlashmoqda ekan. Yana bir tarafdan Sham to'ri Dar'adagi sharqiy Muliha shahrining Bashar armiyasi tarafidan qattiq bombardimon qilinganligini va bombardimonda Abu Bakr Siddiq masjidining nishonga ilinganligini uqtirdi. Shuningga asosan Suriya axborot markazi mundaq dedi: Bashar qo'shinlari Idlibdagi Ariha shahrida o'ltiraq aholilarni ig'ir tipdagi qurollar va tanklar bilan to'pqa tutdi. Kichik bolalarni o'z ichiga olgan 8 nafar odam hayotidan ayrildi va o'nlarcha odam yaralandi. Damashq yezlari urush aeroplanlari ig'ir tipdagi qurollar va tanklarning bombardimoniga uchradi. Uningdan boshqa Nishabiya, Dariya, Zabadani, Ma'zamiyatu Sham, Arin, Harasta, Doma, As-Sabina, Bayt-Sahm, Xanu-Sheyx va Jizrin qatorliq sharqiy g'otidagi rayonlarga bombardimonga uchragan. Yana bir tarafdan Dariya shahrining Qalamon rayonidagi Damashq Humus davlat yo'lidagi Nabik ko'rikida to'qinish yuz bergan. Paytaxt Damashqdami ig'ir tipdagi qurollar va raketa atqushi qurollar bilan qattiq to'qinish bo'lmoqda. Stro Turkiyaning Yevropa ittifoqiga kelishiga eng cho'ng to'salg'u Turkiyaning musulmon davlati bo'lganligi dedi. Angliya sobiq tashqi ishlar ministri Jack Stro Turkiyaning Yevropa ittifoqiga kelishiga eng cho'ng to'salg'u bo'lgani Turkiyaning musulmon davlati bo'lganligidir dedi. Stroning Yevropa ittifoqiga Turkiyaning qaytilishi to'g'risidagi bu so'zi poytaxt Anqarada Turkiya iqtisodiy siyosiy tadqiqot organining Turkiya va Yevropa Kesal saqiyib bo'ldi nomi ostida o'rinlashtirgan yig'inda deyilgan. Stro Turkiyaning Yevropa ittifoqiga kirishi to'g'risidagi suhbatida hammaning diqqatini tortib, Britaniya imperiyasining Turkiyaning Yevropa ittifoqiga kirishini qattiq qo'llayotgan bir mezgil 2005-yili Fransiya, Germaniya va Rum Siprusning rad qilishi bilan to'xtab qolgan dedi. Yevropa ittifoqiga kirishning jo'g'rofiyaviy chegara ichida bo'lishining shart ekanligini inkor qilgan Stro Aşı tarixdan buyon hozirgacha Turkiya Yevropa ittifoqiga kirish uchun siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy nurg'un yo'llarni besib o'tdi. Yevropa ittifoqi jo'g'rofiyaviy chegara doirasida bo'lishni Yevropa ittifoqiga kirishning sharti deb o'tirg'a qo'ydi. Lekin bu shart emas. Rum Siprusi va Malta Yevropa ittifoqining chegara doirasi ichida bo'lmay turibmi, Yevropa ittifoqiga qaytildi dedi. Turkiyaning musulmon davlati bo'lganligining Yevropa ittifoqiga kirishiga eng cho'ng to'salg'u bo'lganligini ta'kidlagan Stro, bu oshkora e'lon qilinmaydi. Yevropa ittifoqi to'liq shartni hozirlay olmay turib, o'ziga qitilgan Romaniya va Bulg'ariyaga o'xshash boshqa davlatlarga qaraganda Turkiyaga ayrim bir shaklda muomala qildi dedi. Obama bilan Erdo'g'an Asad haqidagi fikrlarining o'rtaq ekanligini bildirishdi. Amerikada ziyarati bo'layotgan Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'an 16 may Washingtonda Barack Obama bilan 1 soatdan ko'proq yipq suhbat elib borgandan keyin birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'rlashtirdi va suhbatda e'lingan qaror va tilga e'lingan temalar haqida bayonot bergandan keyin muxbirlarning savollariga javob berdi. Suhbatda asosliq bo'lib Suriya masalasi muzokara qilingan bo'lib,
Uningdan qalsa Iroq, G'azza va xalqarалық ba'zi diplomatik masalalar Turkiya bilan Amerikaning tijorat aloqalari qatorliqlar edi. Suriya masalasida Amerika bilan Turkiya Asad diktatorisining oxirlashishi haqida birdek fikrga kelgan bo'lib, Suriya haqida buningdan keyin elib boradigan birdek harakatda tuvandagi 6 nuqtani o'ttirg'a qo'ydi. Birinchi, Asadga qarshi kuchlarni qo'llash. Ikkinchi, Suriya zeminining terrorchilarning faoliyat elib boradigan maydoni bo'lib qolishini to'sish. Üçüncü, barliq mazlumlar va mazlumlarga yordam beradigan kuchlarning bexatarligini saqlash. To'rtinchi, ximiyalik qurol ishlatishning oldini olish. Beshinchi, xalqarалық jamoatning Suriya diktatorisiga qarata besimini kuchaytirish. Oltinchi, Asad diktatoriyasini oxirlashtirib, uning o'rniga xalqning to'g'ri va haqli talablarini qondira oladigan yangi hukumat qurilishini qo'lga keltirish. Tabii bugün gündemimizin bölgesel konularla ilgili kısmında Suriye bir numaralı konumuzdu. Suriye meselesi gündem konularımız arasında ilk sırayı alırken şu ana kadar geldiğimiz süreç, bundan sonra yapılabilecek olanları görüştük ve burada düşüncelerimizin örtüştüğünü az önce Sayın Başkan'ın ifadeleriyle de hep birlikte dinledik. Bu konuyu akşam yapacağımız görüşmede daha detaylı olarak da ele alacağız. Şu kadarını ifade etmeliyim ki Suriye'de kanlı sürecin sonlandırılması, halkın meşru taleplerini karşılayan yeni bir yönetimin inşası konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile tam bir mutabakat içerisindeyiz. Bu noktada muhalefetin desteklenmesi ve Esed'in gitmesi, Suriye'nin terör örgütlerinin faaliyet sahası olmasının engellenmesi, kimyasal silahların kullanılmasının engellenmesi, bütün azınlıkların güvenliklerinin temin edilmesi öncelikli olarak önem arz etmektedir. Bu öncelikli konularda yapılması gerekenleri Sayın Başkan'la ele aldık ve akşamki görüşmemizde de bunları detaylandıracağız. İki rahbarning 1 soatdan ko'proq davomlashgan suhbatidan keyin axborot e'lon qilish yig'inida Bosh minister Rajab Tayyip Erdo'g'anni Oqsaroyda kutib olganligidan intayin g'urur his qilganligini, shundaqla Turk xalqining mard, keng qo'lligini madhiyagan Barack Obama Suriya haqidagi o'rtaq fikri haqida to'xtalib, Asadning taxtdan tushishi birdan-bir yo'ldir. Bu hozirgi krizni hal qilishning birdan-bir yo'lidir. Asad qancha tez taxtdan tushsa shuncha yaxshi. Ammo bu yerdagi masala qaysi usulda bu ishni hal qilish masalasidir. Buning hech qanday bir sehrlik formulasi yo'q. Navoda bo'lsa edi, hurmatli bosh minister bilan ikkimiz allaqachon bu ishni hal qilib bo'lgan bo'lardik. Bu yerdagi birdan-bir yo'l xalqarodagi besimni kuchaytirish, Asad diktatoriyasiga qarshi kuchlarni kuchlantirishdir dedi. Erdo'g'anning bu qadimgi ziyoratida ko'zga chaliqqan yana bir nuqta bo'lsa, Erdo'g'anning alohida kutib olinishi bo'lib, mulohizachilar buning Turkiyaning rayondagi va xalqarodagi kuchining eshib berayotganligi natijasida ekanligini bildirishmoqda. Hürmetli televizyon ko'rguvchilar, haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bugun mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum.